4850 dollarga Amir avtosavdoda Lacetti'ning Gentra qilingan sotuvga qo'yilyapti. Qanaqa mashina qo'yishimizdan qat'iy nazar birinchi kommentariya Lacetti'ning Gentra qilinganini qo'ying, o'kelgan kommentariya bo'ladi. Talab va taklifga binoan, o'kelar 2010-yil kraska holatlari ofshik hisob-top qiladigan bo'lsa, Gentra bo'lgancha oldi 3 litr обязательный bo'ladi. Bu yo'qda ham kraskasi bor, 50% hisob-top qilinglar, 50%. Do'xot yolg'onchi qo'linmaydi. Hop, Amerikankasi bor, Optra stoplar bor. 4 ta archa balon yangisini 2-3 kun muddat toqishgan ekan. Yangi turda balon holatlari ham, mo'shdan texnik holatdan hech qanaqa kamchilik ko'rganimiz yo'q, haydab ko'rdik. Mexaniki pildachada bo'ladi, salon holatini ko'radigan bo'lsa, hop, Mers rol taqib qo'yilgan, test monitor, gazli uстановка qilingan, Eva ko'rdan koril solingan, qimmat chexollargacha bor. O'kelar mo'shdan tashqi holati hech qanaqa qirilgan, shilingan joylar yo'q, olib mo'shdan maza qilib minishligiga tayyor. Hop, o'kelar mo'shtani olasizlar, inshaalloh hech nima rasvot qilmaysizlar, maza qilib minasizlar. Bu mo'shdan sizlar maza qilib minishlik uchun egalardan narxini tortishib 4850 dollar tushirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta video ostida egalar nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Mo'shta va mo'shtaning narxi yoqqan bo'lsa, birinchi bitta like qizartirib qo'yamiz. Undan tashqari Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, kuniga 5 ta 10 ta mo'shtalar arzonga baraka ketyapti. O'zingizlar xohlagan mo'shtani arzonga olish imkoniyati bo'ladi. Vaqtingizga rozi bo'lsanglar, hammangizga rahmat.